Akaxon, endi mana foydalangan joyi 2025-yil 700 km yurgan pachka Cobalt Top'ni sizga qora diskada, qora bakovda mashinamni nima navorati bor desangiz 700 km yurgan deysiz. Hamma joyi zavodskoy turibdi. Probellar xudo xolasa halol, gaz bazi yo'q. Turgan manzili Qo'qonda. Qayerda mashinasi aka? Yangi Qo'rg'onning mashinasi. Genam beraverasa. Akam yaxshidan so'rashyapti, kelib ko'rib savdosini qilasizlar. Nechta pul so'raysiz aka? 13 ming so'rashyapti, tepasi savdosini qilasizlar. Bozor 12 ming, qancha qildi? 600 qilyapti. 12.600 ga so'rashyapti ekan, mashina purish 12.500 ga tirikchilikka so'rabdi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Past nomerlarni qoldiramiz, o'zlarini savdosini qilib olaverasizlar. Mana yerda o'zimiz bitta tanishim 2900 yurganini 13 ming so'rashyapti. Mana dehqondan ham qora diska, qora bakovda ekan mashina. Bosinglar, kelib foydalaninglar. Kanalimizga shunaqa arzon mashinalar qo'yibman. O'zim tirikchilikka mashina qidirib yuribman-da bozorda aylanib. Kanal bo'lib yaxshi narxda Cobaltlar chiqsa, sizlarga ilinyapman, kelib foydalaninglar.